12-kanalni sog'ingan tomoshabinlar, assalomu alaykum. Biz yana efirdamiz. Eron, AQSh va Isroil o'rtasidagi bu urushda endi kim yutadi deb o'ylaysiz? Rostini aytsam, bu savol ko'pchilik o'ylagandek oddiy emas. Chunki bu safar jang faqat raketalar va portlashlar bilan hal bo'lmayapti. Asl o'yin butunlay boshqa darajada ketmoqda. Hatto shunday ehtimol borki, siz g'olib deb o'ylayotgan tomon aslida eng katta yutqazuvchi bo'lishi mumkin. Nega aynan shunday bo'layotganini, ortda qanday yashirin rejalar borligini va bu urushning haqiqiy natijasi qanday bo'lishini esa video davomida bilib olasiz. Urush allaqachon boshlanib bo'lgan va eng xavfli nuqtaga chiqib ulgurgan bir paytda Tehron tomonidan Washington taklif qilgan 48 soatlik o't ochishni to'xtatish rejasi rad etildi. Lekin bu rad etish diplomatik bayonot bilan emas, balki yana yangi zarbalar bilan amalga oshirildi va aynan shu nuqtadan boshlab bu urush oddiy harbiy to'qnashuv emas, balki strategik sabr, psixologik ustunlik va global kuchlar o'rtasidagi murakkab o'yin ekanligi yanada aniq ko'rina boshladi. Chunki Eron muzokarani rad etgani bilan faqatgina jangni davom ettirishni emas, balki o'zini ustun pozitsiyada deb hisoblayotganini ochiq signal qildi. Bu esa shuni anglatadiki, ular uchun hozirgi vaziyat xavf emas, balki imkoniyatdir. Bu qaror ortida oddiy rad etish emas, balki chuqur hisob-kitob bor. Chunki Eron yaxshi tushunadi. Agar hozir muzokaraga kirsa, bu zaiflik sifatida qabul qilinadi. Ayniqsa ular 90-to'lqin hujumlarini boshlab, AQSh va Isroil nishonlariga ketma-ket zarbalar berayotgan bir paytda ular tashabbusni qo'ldan boy bermoqchi emas va aynan shu sababli muzokara ular uchun tuzoq sifatida ko'rilmoqda. Chunki tarix ko'rsatgan, bunday uchrashuvlar ko'pincha siyosiy yoki harbiy liderlarga qarshi yashirin operatsiyalar bilan yakunlangan. Bu orada urush faqat frontda emas, balki ramziy darajada ham davom etmoqda. Eron raketalariga Donald Trump, Benjamin Netanyahu va hatto Jeffrey Epstein suratlarini yopishtirish bu oddiy propaganda emas. Bu to'g'ridan-to'g'ri psixologik urush. Bu orqali Eron ichki auditoriyani birlashtirmoqda va tashqi dushmanni yovuz blok sifatida ko'rsatmoqda. Bu esa urushni nafaqat harbiy, balki ideologik bosqichga olib chiqadi. Lekin eng xavfli nuqta shundaki, bu urush allaqachon chegaralangan konflikt doirasidan chiqib ketdi. Chunki Tehron ichida joylashgan strategik obyektlar, xususan Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi obyektlaridagi portlashlar va B1 ko'prigiga berilgan zarbalar bu oddiy signal emas, bu infratuzilmani tizimli ravishda yo'q qilish strategiyasi ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni bu urush uzoq muddatli reja asosida olib borilmoqda. Bu esa Benjamin Netanyahu tomonidan ochiq aytildi. Ular ko'priklarni, qo'mondonlarni va tizimni yo'q qilmoqda. Bu esa shuni anglatadiki, maqsad faqat javob zarbalari emas, balki Eronning ichki harbiy va logistika tizimini sekin-asta falaj qilish. Va bu yerda Donald Trumpning bayonoti juda muhim signal beradi. U tarixiy urushlar davomiyligini sanab o'tib, hozirgi urush atiga 32 kun bo'lganini ta'kidladi. Bu oddiy fakt emas, bu yashirin ogohlantirish. Ya'ni bu urush hali boshlanish bosqichida. Va agar tarix takrorlansa, bu mojaro yillar davom etishi mumkin. Shu bilan birga Pokiston boshchiligidagi muzokaralar to'xtab qolgan, Islomoboddagi uchrashuvlar bekor qilingan. Bu esa diplomatiyaning deyarli ishdan chiqqanini ko'rsatadi. Va bu vakuumni to'ldirishga urinayotgan Turkiya va Misr hali faqat yangi platforma izlamoqda, lekin real natija yo'q. Bu esa urushning davom etishini deyarli kafolatlaydi. Ammo bu voqealarning eng muhim va ko'pchilik sezmayotgan qismi bu global kuchlarning reaksiyasi, xususan Si Szinpinning sukuti. Chunki The Economist keltirgan Napoleonning iborasidek, dushman xato qilganida unga xalaqit berma. Bu shunchaki metafora emas, bu real strategiya. Xitoy hozir bu urushni to'xtatishga urinmayapti. Aksincha, AQShning yaqin sharqda tobora chuqur botib borishini kuzatmoqda. Bu esa uzoq muddatda G'arbning kuchsizlanishiga olib kelishi mumkin.
Bundan ham xavflisi shundaki, Fox News ma'lumotlariga ko'ra, AQSh armiyasi allaqachon yangi turdagi urushga tayyorlanmoqda. Ular yer osti tunnellarida mashg'ulot o'tkazadi. Bu esa oddiy harbiy tayyorgarlik emas, balki dronlar, raketalar va masshtabli zarbalar sharoitida ommaviy yo'qotishlarga tayyorgarlik degani. Ya'ni ular urushning yanada kengayishini kutmoqda. Va nihoyat, bu urushning eng ramziy nuqtalaridan biri Tehrondagi sobiq AQSh elchixonasiga berilgan zarba. Bu oddiy bino emas, u 1979-yildan beri ikki davlat o'rtasidagi dushmanlik ramzi edi va aynan shu joyning nishonga olinishi shuni ko'rsatadiki, bu urush faqat bugungi strategik manfaatlar uchun emas, balki 10 yilliklar davomida yig'ilgan tarixiy adovatning portlashidir. Urush allaqachon eng yuqori bosqichiga chiqib bo'lgan bir paytda eng xavfli savol endi boshqacha eshitila boshlaydi. Agar Tehron bir vaqtning o'zida 300 ta dronni AQShning Fors ko'rfazi yaqinida joylashgan aviatashuvchi guruhlariga qarshi uchirsa, nima bo'ladi? Va bu savol oddiy texnik masala emas, bu urushning keyingi taqdirini hal qilishi mumkin bo'lgan strategik burilish nuqtasidir. Chunki bugungi kunda aviatashuvchilar bu shunchaki katta kemalar emas, ular suzuvchi harbiy tizim. Masalan, USS Gerald R. Ford yoki USS Dwight D. Eisenhower kabi platformalar atrofida butun boshli jangovar ekotizim shakllangan. Ularning esminetslar, radar tizimlari, elektron urush vositalari va havodan nazorat qiluvchi samolyotlar himoya qiladi. Ya'ni bunday guruhga hujum qilish bu bitta nishonga emas, balki ko'p qatlamli himoya tizimiga qarshi chiqish degani. Ammo zamonaviy urushning eng xavfli tomoni shundaki, texnologiya kuchni faqat kattalik bilan emas, balki aqlli strategiya bilan ham o'lchay oladi. Va aynan shu yerda 300 ta dron ssenariysi o'zining haqiqiy xavfini ko'rsatadi. Chunki bu oddiy hujum emas, bu to'yintirish, ya'ni himoyani haddan tashqari yuklash strategiyasi. Bunda maqsad barcha dronlar bilan zarba berish emas, balki himoya tizimini charchatib, kichik bir teshik ochish. Agar Tehron aynan shunday taktikani qo'llasa, dronlar turli balandlikda, turli yo'nalishlarda, ba'zilari chalg'ituvchi, ba'zilari esa haqiqiy zarba beruvchi sifatida uchirilsa, unda AQSh mudofaa tizimi ularni aniqlaydi va katta qismini yo'q qiladi. Lekin bu yerda muammo boshqacha. Tizim mukammal emas. U urushda 100% himoya degan narsa ham mavjud emas. Shuning uchun ham eng real ssenariy shuki, dronlarning katta qismi yo'q qilinadi, lekin bir nechta apparatlar baribir himoyadan o'tishi mumkin va aynan shu bir nechta butun vaziyatni o'zgartiradi, chunki ular aviatashuvchining o'ziga emas, balki uning radar tizimiga, yoqilg'i infratuzilmasiga yoki uchish-qo'nish tizimiga zarba bersa, bu to'liq cho'kib ketish emas, lekin vaqtinchalik falaj holatini keltirib chiqarishi mumkin. Va aynan shu nuqtada urushning haqiqiy xavfi boshlanadi, chunki Donald Trump boshchiligidagi AQSh bunday zarbani oddiy hodisa sifatida qabul qilmaydi. Bu ularning global obro'siga to'g'ridan-to'g'ri zarba bo'ladi va javob ham shunga yarasha keskin bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Bu esa mojaroni mintaqaviy urushdan global to'qnashuvlarga aylantirib yuborishi mumkin. Bu esa bizni yana bir savolga olib keladi. Agar bunday hujum hali amalga oshirilmagan bo'lsa, demak tomonlar hali ham ma'lum bir chiziqni kesib o'tishdan qo'rqmoqda va aynan shu chiziq urushni nazorat ostida ushlab turgan yagona omil. Lekin tarix shuni ko'rsatadiki, bunday chiziqlar odatda tasodifiy xato yoki noto'g'ri hisob-kitob tufayli buziladi. Va agar o'sha kun kelsa, 300 ta dron bir vaqtning o'zida osmonga ko'tarilsa, bu oddiy hujum emas, balki butun urushning yangi bosqichi boshlanishi bo'ladi. Unda endi savol kim zarba berdi emas, balki kim birinchi bo'lib ortga qayta olmaydigan nuqtani kesib o'tdi bo'ladi. Va eng qo'rqinchlisi, o'sha nuqtadan keyin bu urushni hech kim to'xtata olmasligi mumkin. Urush bir oydan oshdi va ayni paytda eng muhim savol frontdagi zarbalar emas, balki vaqt bilan bog'liq bo'lib qoldi. Tehron yana qancha vaqt davomida AQSh va Isroilga zarba bera oladi va undan ham muhimrog'i, Washington qachon va qanday sharoitda ortga chekinishi mumkin.
Bu savolga javob berish uchun esa oddiy statistikaga emas, balki strategik mantiqqa qarash kerak. Chunki bu urushda resurslar faqat son bilan emas, balki ularni qanday ishlatish bilan belgilanadi va aynan shu yerda Eronning asosiy ustunligi ko'rinadi. Ular klassik armiyadan ko'ra ko'proq asimetrik urushga tayangan, ya'ni kamroq resurs bilan uzoqroq qarshilik ko'rsatish strategiyasini tanlagan. Bu esa ularni tezda sindirishni deyarli imkonsiz qiladi. Agar sof harbiy zaxiralar nuqtai nazaridan qarasa, Tehron hali haftalar bilan emas, balki oylar davomida zarba berish imkoniyatiga ega. Chunki ular nafaqat o'z hududidan, balki mintaqadagi ittifoqchi tarmoqlar orqali ham bosimni davom ettira oladi. Bu esa urushni bir nuqtada emas, balki keng hududda yoyilgan holatda ushlab turadi va aynan shu strategiya AQSh uchun eng katta muammo hisoblanadi. Ular aniq bir g'alaba nuqtasini topa olmayapti. Lekin bu yerda eng nozik jihat shuki, Eronning bu chidamliligi cheksiz emas. Chunki ularning iqtisodiy bosimi tobora kuchayib bormoqda, infratuzilmalar nishonga olinmoqda, harbiy obyektlari zarba ostida qolmoqda va bu uzoq davom etsa, ichki tizim asta-sekin zaiflashishi mumkin. Ya'ni ular zarba bera oladi, lekin bu qanchalik samarali bo'ladi? Bu allaqachon boshqa savol. Shu bilan birga Donald Tramp boshchiligidagi AQSh uchun ham vaziyat oddiy emas, chunki ular harbiy jihatdan ustun bo'lsa-da, siyosiy va strategik jihatdan murakkab tuzoqqa tushib qolgan. Bu tomondan ular urushni tezda yakunlay olmayapti. Ikkinchi tomondan esa uni cheksiz davom ettirish ham mumkin emas. Ayniqsa ichki bosim, iqtisodiy xarajatlar va global imij masalalari tobora dolzarb bo'lib borayotgan bir paytda. Va aynan shu nuqtada eng qiziqarli ssenariy paydo bo'ladi. AQShning ehtimoliy chekinishi, lekin bu chekinish oddiy chiqib ketish bo'lmaydi. Aksincha, u strategik qayta joylashuv shaklida bo'lishi mumkin. Ya'ni ular to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuvni kamaytirib, urushni boshqa vositalar orqali davom ettiradi. Masalan, iqtisodiy bosim, kiberhujumlar yoki mintaqadagi ittifoqchilar orqali bilvosita ta'sir o'tkazish. Bu esa shuni anglatadiki, agar AQSh ortga qadam tashlasa ham, bu urush tugaydi degani emas. Aksincha, u yanada murakkab va yashirin bosqichga o'tadi. Bu bosqichda aniq front chizig'i bo'lmaydi, lekin qarama-qarshilik davom etaveradi. Shunday qilib, hozirgi vaziyatda eng real ssenariy shuki, Tehron hali ma'lum vaqt davomida zarba berishni davom ettira oladi, lekin asta-sekin bosim ostida qoladi. AQSh esa to'liq g'alaba qozona olmasa-da, urushni o'ziga qulay shaklda o'tkazishga urinadi va bu jarayonda hech kim tezda yutmaydi, lekin hamma asta-sekin holdan toyaveradi. The New York Times keltirgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi urush davomida Donald Tramp bilan muntazam aloqada bo'lib, uni Eron ustiga yanada kuchli zarbalar berishga undamoqda. Va bu oddiy diplomatik maslahat emas, bu strategik yo'naltirish, ya'ni urushning qanday davom etishini belgilashga urinishdir. Bu yerda asosiy savol tug'iladi. Nega aynan Saudiya Arabiya bu urushda shunchalik faol pozitsiyani egallamoqda? Axir ular rasmiy ravishda to'g'ridan-to'g'ri jang maydonida emas. Lekin javob juda oddiy va ayni paytda juda xavfli. Bu urush ular uchun mavjudlik, ta'sir va mintaqaviy yetakchilik uchun kurash hisoblanadi. Chunki Eron bilan raqobat 10 yilliklar davomida davom etib kelmoqda va hozirgi mojaro ular uchun tarixiy imkoniyat sifatida ko'rilmoqda. Ya'ni Muhammad bin Salmon uchun bu urush bu faqat AQSh va Isroilning mojarosi emas, balki Eronni zaiflashtirish orqali butun mintaqadagi kuchini, balansini o'zgartirish imkoniyati va aynan shu sababli u Donald Trampni to'xtatmaslikka, to'g'rirog'i, uni bu yo'ldan qaytmaslikka undamoqda. Chunki agar urush hozir to'xtasa, Eron o'zini tiklab oladi, lekin agar bosim davom etsa, tizim asta-sekin yemirilishi mumkin. Lekin bu yerda yana bir murakkab qatlam bor. Chunki Donald Tramp uchun ham bu maslahatlar ikki tomonlama ahamiyatga ega. Bir tomondan u Saudiya kabi muhim ittifoqchining qo'llab-quvvatlanishini olmoqda. Ikkinchi tomondan esa u tobora chuqurroq urushga tortilmoqda va bu jarayonda qarorlar faqat AQSh manfaatlari asosida emas, balki ittifoqchilar bosimi ostida ham
qabul qilinayotgan bo'lishi mumkin. Va aynan shu nuqta eng xavflisi, chunki urushlar ko'pincha frontda emas, balki aynan shunday yopiq maslahatlar, telefon qo'ng'iroqlari va siyosiy bosimlar orqali kengayadi. Ya'ni qarorlar bir davlat tomonidan emas, balki ko'plab manfaatlar kesishgan joyda qabul qilinadi va bu esa mojaroni yanada murakkab va nazorat qilib bo'lmaydigan holatga olib keladi. Shunday qilib, hozirgi vaziyatda urushning eng xavfli tomoni front chizig'ida emas, balki uning ortidagi kuchlar o'yinida namoyon bo'lmoqda. Va agar Muhammad bin Salmon kabi yetakchilar Donald Trampni yanada agressiv qarorlarga undashda davom etsa, bu mojaro faqat cho'zilib qolaveradi. Balki butun mintaqani qamrab olgan eng ko'lamli urushga aylanishi mumkin. Va eng muhim savol yana ochiq qolmoqda. Bu urushni kim boshqaryapti? Frontdagi generallarmi yoki telefon ortidagi siyosatchilarmi? Chunki hozirgi vaziyatga qarab javobsiz o'ylagandan ham xavfliroq bo'lishi mumkin. 12-kanalni kuzatishda davom eting. Bizdan yangi va yaxshi xabarlarni bilib olasiz.